Assalomu alaykum barchangizga. Bundan oldingi videoga ozgina izoh berib o'tmoqchiman. Ya'ni bu yerda insonning shaxsiyati emas, balki uni ongsizlikdagi qo'rquvlari haqida. Ya'ni bu aslida proyeksiya himoya mexanizmi hisoblanadi. Ya'ni ongsizlikda ersiz yashash, ajrashish, bu uyat, erkaklar ajrashgan yo'llardan foydalanishadi. Ular faqat bitta narsa uchun kerak bo'ladi degan qo'rquvi va ichki proyeksiyasi hisoblanadi. Bu yerda aslida gapirayotganda o'zini og'rig'i haqida gapiradi inson, lekin kimnidir xuddiki kamsitish orqali o'zini og'rig'ini bekitish hisoblanadi. Bunday ayollar turmushga, ya'ni statusi uchun, ular haqida, ya'ni faoliyati shunday bo'lgani uchun, ular haqida yomon fikrga bormasligi uchun ham ular turmush qurishadi. Aslida munosabatlarda yorqinlik bo'lmasligi mumkin. Bu как замаскировка bo'lishi mumkin.